Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Balla biz o'tgan saatda mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hayoti va payg'ambar alayhissalomninki yetim cho'ng'ilishdagi hikmatini so'zlab o'tgandik, shundaqku. Payg'ambar alayhissalom tug'ilgan vaqtni biz pil vaqasida tug'ilgan deb o'rgangandik ballar. Bugun so'zlaydigan darsimiz payg'ambar alayhissalom tug'ilishdan ilgariki pil vaqasi to'g'risida. Pil vaqası miladiye 571 yılı 2. ayının ahırları 3. ayının başlarında Peygamber Aleyhisselam tug'ilishdan 50 yoki 55 gün ilgari yuz bergan. Peygamber Aleyhisselam tug'ilgan yili 5 miladiye 571 yılı 2. ayının ahırı 3. ayının başlarında Peygamber Aleyhisselam tug'ilishdan 50 yoki 55 gün ilgari yuz bergan bir haqiqiy bir vaqa. Yani bu vaqa bizga Qur'on Karimda Alloh taolo bayon qilgan bir vaqa. Endi men sizlarga shu vaqani shu Tafsir ibn Kasirdagi bayonlar bo'yicha, qissa bo'yicha sizlarga so'zlab beraman. Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallamning davrida bollar shu Mekkada Ka'ba bordi. Bu Ka'bani hamma bilasizlar. Adem Aleyhisselam asasını kurup çıkan, keyin İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la birlikte bu Ka'bani bütküzgen. Allah Teala bu Ka'bada şu İbrahim Aleyhisselam'ın devrinden başlap hac faaliyetini yolu koygan. Keyin kunlarning o'tishi bilan bu İbrahim Aleyhisselam o'rgatgan hac faoliyatlari o'zgarib, boshqa bir shaklga ketgan bo'lsa-mu, ammo lekin insonlar yana Ka'bada hac faoliyatini olib boradi. Ka'baning ichida ba'zi butlar borda, nurg'un. Shu butlarga shundoq ibodat qilish yo'sidan Ka'bada haj qiladi insonlar. Haj qilgan vaqtda nurg'un pul-puchaklar keladi, shunda mol-mulklar keladi, bu yerda hajlaydi, shuni bilan Makkadanki o'sha kirim bo'lishiga sahat bo'lgan bir ish bo'ldi. Shu davrda yashagan shu Yaman degan davlatninki bir podshosi bor shu vaqtda. Yemen'ninki padişahı ismi Abraha. Abraha isimli bir padişah vardı. O vakit şu Habeşistan'da Necashi'ninki padişahlık devri. Peygamber Aleyhisselam devrinde Necashi vardı o. Şu devrde şu Abraha Necashi'ga şunda bir elçi verdi. Ben şu nimede Yemen zamanında şunda tangdassız bo'lgan bir çirkov sağızmen dedi. Ondan keyin mushu Sana shahriga noyatmi katta egiz mushu hamma yeridan qishlangan ajoyib chiroyli bir cherkov silishga boshlabdi. Bu cherkovninki egizligidan kishilar uni Al-Qulayyas deb ataydi ekan. Al-Qulayyas deb ataydi ekan. Abraha bu cherkovni mushu Makkadagi Ka'baga o'xshash haj qilgan bir o'rin qilib aylantirish uchun qurib chiqqan bo'lg'achqa buni arablar biroz yomon ko'ribdi. Nemishqa Ka'baga o'xshash qurib chiqdi deb yomon ko'rib, shuni ochchig'ida ba'zi arablar berib, shu cherkovning ichiga ta'rid qilib qo'yibdi. Buni ko'rgan kishilar nimaga Abrahaga bu ketkizgandan keyin Abrahami qattiq bek ochchig'i kelibdi. Ba'zilar hattoki shu cherkovga o't qo'yayotgan ahvol bor ekan. Shuni bilan Abraha noyat ochchiq kelib, shu mening cherkovimga zenkash qilgandan keyin men shu Ka'bani yo'q qilib o'taman, Ka'bani o'rib tuzlab o'taman deb shuni bilan nurg'unlagan askarlarni elib shu nimadan Yamandan Makkaga qarab yo'lga chiqibdi. O'z bilan birlikda yana Mahmud deb ataladigan yo'g'on pilni va uning yanida yana 8-10 ba'zi rivoyat 8 ba'zi 12 ashundoq pillar bilan bir qo'shin tuzib, zo'r qo'shin bilan shu Yamandan Makkaga qarab yo'lga chiqibdi. Qarang. Yaman miyada, Makka miyada. Ya'ni Makkaning Saudiya Arabistonidagi janubiy Yaman, Makkaga qarab yo'lga chiqibdi. Hamda bu yerdagi pil shu vaqtda urushda ishlatiladigan bir hayvonda. Hamda bu pilni verishga maqsad nima desanglar, o'sha pil bilan nimani bog'lablar, Ka'bani bog'lab bir tortibla mashindaq o'rib o'tili Ka'bani deb shu maqsad bilan yomon maqsad bilan yo'lga chiqqan. Shuning bilan buni anglagan arablar, Makkadagi arablar bularni to'sib qolayli deb oldiga bir qo'shinni avatibdi. Yani Zunefer deb ataladigan bir Yemenlik hurmat sazovor bir kishining boshchiligida bir qo'shinni avatibdi.
Bu qo'shin ular bilan shu yo'lda uchrashib urush qilibdi. Urushda bu Zunafarning qo'shini mag'lub bo'lib, bu Abraha shu ularning Zunafarni asirga olib, ashundoq yo'lni davomlashtiribdi. Yo'lda yana boshqa qo'shinlarmi ularga qarshi turibdi. Ularni yengib, shundoq Abraha nima kelibdi? Makkaga yaqin kelibdi. Yani Mug'ammas degan bir yerga kelgan vaqtda, Makkaga yaqin bo'lgan, shu yerga kelgan vaqtda askarlarga shunday bir buyruq beribdi. Makkaga kirib, yayloqda o'tlayotgan qo'y, kala, to'ga qatorliq shunday hayvonotlarni, mol-chorvalarni hammasini yig'ib kelinglar deb buyuribdi. Shuning bilan bu Abrahaning askarlari mushu nimalarni hayvonotlarni yig'ib kelishga boshlabdi. Bunun ichida Abdulmutallibningki 200 to'ygisi bor ekan. Abdulmutallib andan keyin Abraha Abdulmutallibga bir elchi avatib debdi. Sizlar shu bizning Ka'bani o'rgatishimizga qarshilik qilmasanglar, biz sizlarga urush qilmaymiz debdi. Shuning bilan Abrahaning bu gapini anglagan Abdulmutallib debdiki, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, biz uning bilan urush qilmaymiz. Bizda ham uning bilan urush qilgan kuch yo'q. Bu Alloh taolaning uyi, Ka'ba Alloh taolaning uyi. Alloh taolo do'sti Ibrohim alayhisalomning sog'gan uyi. Agar Alloh taolo u uyni qo'g'disa, o'zining uyi va harami o'zi qo'g'daydi. Agar Alloh taolo uni qo'g'dimasa, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, biz uni qo'g'dig'idek kuch yo'q debdi. Shuning bilan bu elchi Abrahaning qishig'i bizlar bilan borgan deb Abdulmutallibni Abrahaning qishig'iga ketdi. Abdulmutallib mushu naytim hurmat sazovor bir odamdi. Kelib, "Sening nima hojiting bor?" deb so'rabdi Abraha. Degandan keyin, "Mening 200 to'yganni qaytarib bergan bo'lsa." Degandan keyin Abraha hayron qilib, "Seni shunchalik esil bir odam deb qaraydim, biroz nazarimdan tushib ketdi. Seninki mush ajdodingninki, ya'ni sharaflik mush Ka'basini yiqib o'rgataman deb kelsam, sen o'zingninki 200 to'ygisan dedi qopsan." debdi. Shuning bilan Abdulmutallib, "Men to'ygining egisi, Ka'baning uni qo'g'daydigan egisi bor" debdi. Abraha, "O mendan Ka'bani qo'g'day olmaydi" degandan keyin Abdulmutallib, "Unda o'z Ka'ba oldin turibdi, qo'lingdan kelganini qilgin" debdi. Ondan keyin Abraha Abdulmutallibning to'ygisini qaytarib berib, shundami? Qaytarib bergandan keyin Abdulmutallib o'zining Qurayshlarning qishig'iga qaytib kelib, debdi. "Sizlar hammanglar Makkani tashlab tog'larga chiqib ketinglar" debdi. Ondan keyin Abdulmutallibning o'zimi uyini tashlab taqqa chiqib ketibdi. Chiqishdan oldin Alloh taologa eshikni tutqichini tutib turib, duo qilibdi. Ondan keyin Makka bomboş qoldi, shundaymi? Endi Abraha xohlaganini qila oladigan bir holatga keldi. Endi Abraha mushu qo'shin bilan mush intiqom olish maqsadida mushu qo'shinni boshlab mangdi. Abraha bu pil qo'shinni boshlab qana qildi? Makkani o'rgatish uchun yo'lga chiqdi. Makkani o'rgatish uchun yo'lga chiqdi. Ondan keyin yo'g'on pil Mahmud ismli bu pil mushu Makka tarafga qarab mang'il unuma yetib oldi. İnsanlar bu pilni o'ng'a, so'lga, keyin tarafga mang'uz baqsa, yugurib turib mang'di. Ammo lekin Ka'ba tarafga mang'uzchi qat'iy mang'madi. Shunlar mana shundaq burunlaridan mana og'amchilar ilib tortib, mushun paltlar bilan boshlariga urib, har xil amallarni qilib baqsimi, pil mang'il unimadi. Yani başlançı bo'lgan pil mangmasa qolganlar mangmaydi. Shuning bilan bu insonlar mangmay shundoq Ka'bani o'rgatishga borolmadi. Shu yo'lda Alloh taolo qanday qildi desanglar, mana shundoq nurg'unlagan qushlarni avatib, bularni halok qilish uchun o'zining qushdan bo'lgan qo'shinlarni Alloh taolo avatdi. Bu qushlar og'izlarida, putlarida shundoq nuqutning cho'nglig'idagi nimani, toshni shu qo'shinga qartib otdi. Taş tekkenliki aşçılıkның hayvan bolsun, askerler bolsun, hemmisi şu yerdə öldü. Bəziləri bir yerdən qaçıb qutuldu. Qaçıb qutulup yoldan aşındaq naitim içinisi qalatda so'ngayları ajrab bir-biridan aşındaq öldü. Abraham bir yerdən qaçıb yolda aşındaq so'ngayları ajrab barmaqları birdən-birdən çüp qilib
Aşındaq an axırda aşındaq naytım bolaqı içiniş holatda şundaq ölüp halak boldy. Yani Allah Taala pil qo'shunini qaranglar. Mana mushundaq qushlar orqali, kichikkina toshlar orqali bularni shu halok qilyapti. Yani bu Ustaz, pilmi ölemde? Yani film ölemdi bilmedim cuma. Ben bir yerden okan çağda pilmi öldü de okandım. Yan bir yerden okan çağda pilmi ölmeydi de okan. Qara baqaya. Kitapta nima degan bo'lsa shuni bilalaymiz, unda ortig'ini bilmaydiganmiz hamda. Bu to'g'riliq faqat tilg'anmabdi İbn Kasirda pilla o'ldimi, o'lmadimi degan to'g'risida. Ammo lekin shu pil qo'shuniniki, Abrahaning askarlariniki hammasining halok bo'lganligi to'g'risida so'zlabdi. Hammasi halok bo'libdi. Hatta o'sha vaqtda noytim bir qattiq bir shamol chiqibdi. Shamol toshlarni urdi. Shundan toshlarning besimi texmi eshib, hammasi halok bo'lib ketdi. Tosh otgandan keyin shamollar kelib cho'q toshlar aşı bek ularni choyinib etilgan samandek ashunda qilyapti deydi. Endi bu vaqalik bu Qur'on Karimda Fil surasida tilga olindi. Fil surasi tilga olindi. Biz bu Fil surasini bir anglab boqaylik vallah. Fil surasini o'qib beray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bu ayetninki tercümesi qaranglar. Parvardigarning fil egillarini qanday qilganligini ko'rmadingmi? Parvardigarning fil egillarini qanday qilganligini ko'rmadingmi? U ularning hiyla makrini barbod qilmadimi? U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sopol toshlarni etib, ularni chaynab etilgan samandek qilyapti deydi. Qaranglar, fil egillarini Allah Taala qanday qildi? Ularning hiyla makrini barbod qilyapti. U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sopol toshlarni etib, ularni chaynab etilgan samandek qilyapti deydi. Bu Qur'on Karimdagi Fil surasidagi ma'nosi. Endi biz bu voqeani o'rgandik bollar. Buni bir ilaqay hikoyadek o'rganib bilib olmanglar. Bu Payg'ambar alayhisalom tug'ilishdan burun, ayni 50 kun yoki 55 kun ilgari haqiqiy yuz bergan bir voqelik. Allah Taala bunga qodir. Allah Taala işte qushlar orqali toshlarni yog'dirib, insonlarni halok qilib etishga qodir.
Tutanlarmı? İnsan Allah Teala buna qadir. Hem özününki beyti bolğan Kəbəni qoğdaşqa Allah Teala qadir. Yani bu pil vaqasından biz nimani bilamiz desanglar, eng avval Allah'ның qudretini bilamiz. Allah Teala özünün düşmanlarini halak qilib etishga qadir. Allah'ның qudretini bilalaymiz. Osmondan tosh yog'dirishga shunday qushlar qilib uningga qodir. Hem nimani bilamiz desanglar, mushu Ka'baninki qanchalik sharafli bir joy ekanligini bilishimiz kerak. Allah Taala Ka'bani mushu insonlar ibodat qiladigan, haj qiladigan, Alloh uchun tavob qiladigan bir joy qilib bekitib berdi. Yani Adem Aleyhisselam'ның davridan tatib qaranglar. Adem Aleyhisselam'ның davridan tatib bak. Yani Adem Aleyhisselam mush farishtalar osmonda Beytul Ma'murda Allah Taalaga ibodat qiladi-ku. Tavap qiladi. Şunu bilan Adem Aleyhisselam deydi, Allah menga shundoq yer yuzida mashina tavap qiladigan bir yerni qilib bersan degandan keyin Ka'baning o'rni Beytul Ma'murning tam ostiga to'g'ri keladigan Ka'baning o'rnini ko'rsatib berdi. Mishay bir uy barpo qilgan, mishay ibodat qilgan deb. Shu Adem Aleyhisselamning o'rnini qurib chiqdi. Keyin Nuh Aleyhisselamning davrida to'pon bolasida bu vayron bo'lgandan keyinchi İbrahim Aleyhisselamga Allah Taala buyurdi. Yani mishay Ka'bani qurib chiqqan deb. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte nayetmin cepalı qalatda bu Ka'bani qurib chiqdi. Ondan keyin İbrahim Aleyhisselam deydi, insanlarni chaqirgan, belki haj qilg'ili insonlar kelsin deyin. Men qanday chaqiraman, sen chaqir, men anglatish mendan deb Alloh taolo insonlarga anglitib berdi. O'zining qudratlarini anglitib berdi. Ondan keyin insonlar keldi, o'sha haj ibodatlarini qildi. Yani mushu insoniyat barliq kelgandan boshlab Allohga ibodat qilish uchun qurilgan bir uy bu Ka'ba. Yani bu shu Allohga ibodat qilish uchun qurilgan tunji uy deb qarasak bo'ladi. Tunji uy. Yani bu Ka'ba Allohning uyi, Beytulloh deb ataladi. Alloh taolo Qur'on Karimda degan Beytulloh degan, Allohning uyi degan, Allohning uyi. Bu Allohning uyi shunchalik sharafli bir yerki, bu yaniki hürmetini qattiq saqlashimiz kerak. Ka'ba biz musulmonlar uchun ajoyib muqaddas bo'lgan, nihoyatda sharafli bo'lgan, nihoyatda hurmatli bo'lgan bir yer. Yani Allah Taala o'zining Ka'basini qaranglar. O davrda Payg'ambar alayhisalom dunyoga kelmagan, islomiyatdan xabari yo'qdi insonlarning, shundaymi? Shu holatda insonlar yana men bildigan to'qarang Abdul Mutallib nima dedi? Yani bu Ka'ba Allohning uyi, Alloh o'zi qo'daydi deb shunga ishondi Abdul Mutallib. Allohning uyg'ongini qo'daydi deb ishondi. Yani bu Allohning uyiniki qanchalik sharafli bo'lganini bila oldinglar ballam. Shunashqa bu pil vaqasida bundan o'tib ketish bo'lmaydi. Ka'baning sharafini bilib olishimiz kerak, Allohning qudratini bilib olishimiz kerak. Undan boshqa so'zlaydigan qanday mazmunimiz bor? Yani asosiy so'zlaydigan mazmunimiz shu ekan. Ammo u nimani bilib olinglar ballar. Hozir sizlarni o'qitmay, ma Fil suresini o'qitmay, sizlarni o'qib bilib olinglar. Uyg'urchasini bo'libmi? Yani Fil suresining ma'nosini shu yodlab olinglar ballar. Andan keyin Qur'on Karim to'g'risida men sizlarga bir narsa o'rgatib qo'yay. Qur'on Karim anglaydim, o'rgandim desanglar, masalan, bek yaxshi turbatdan birisi bor. House of Quran deb yozsalar, House of Quran deb yozsanglar, House of Quran deb yozsanglar, qarang, House of Quran deb chiqdi. Yani bu inglizcha turbat, ammo lekin bek yaxshi, men bek chiqmayman bundan. Maya chiqqandan keyin masalan turk chiqyaptayli bo'pti. Meni baslar star teacher deb bosgandan keyin men ko'znak chiqadi. Meyadan mayani bassanglar bütün shu biz xohlaydigan qorilarning hammasi bor. Meyadan qorilarni seçimiz. Masalan Afasini seçaylik, Afasini tanlaylik. Andan keyin mayada tarjimasi bor. Tafsir Muyassar, Tafsir Jalolayndan tortib har xil tildagi İngiliz tildagi qaranglar. Japon tili, hattoki hamma tilda tarjimasi bor. Turk tili, turk tilida necha xil nima bor ekan? Tarjimasi bor ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning uyg'urchasi bor, qaranglar. Uyg'urchasi bor. Mayadin nimani tanlaysizlar? Oyat masalan, surani tanlaysizlar. Qanchinchi surani anglayman deb. Masalan,
Yusuf Suresininki 1-ayetinden 10-ayetçe anlayman desaňlar, meýerden ayetini tanlaýsızlar. 1-ayetten 10-ayetçe desaňlar meýer çykdy. Andan keyin meýerni bassaňlar, okup berdi bizge. Bismillahirrahmanirrahim. Andan keyin men toxtup goýsizlar, andiki men tekrar anlaýdym desaňlar, meýerden tekrarsyny seçimiz. Meselem, verse degen ayet. Meselem, her bir ayetni 5 qıtımdan okup berip maňsyn desaňlar, meselem, 5 qıtımdan 6 qıtımdan okup bersin her bir ayetni desaňlar. Her bir ayetni 6 qıtım okup 1-nji ayet, andan keyin 2-nji ayet geçip ben 2-nji ayetni 6 qıtım okup 3-nji ayet geldi. Endi meýerde selection tanlagan yerimizni muşu meselenge meýerde 10 ayet tanladyk. 10 ayetni maňa 10 qıtım okup bersin desaňlar, meýerni bir qılıp qısaňlar, muşu ayetni 10 qıtım toxtumay okup berdi. Anın meselenge YouTube'lardan, başka yerden meselen nemin anlayma, Kur'an-ı Kerim anlayma yadlaydigan yerimni yakumsa okuşni öğrenmen desaňlar, nurgulgan elan aralış boldy onunğa. Anlaydigan yeringlarning dal joyini tapmagyňlar hal täs bolady, şundamy? Amma meýerden özüňler halagan qaryninki, halagan yerini, şunda halagan qetim sanyda anlaýalaýsızlar. Bu bek ýaxşy balla. Eýlamy goşulyp bolmaýdy bununğa. Muşu Kur'an-ı Kerimni yadlaşda, ögünüşde sizler üçün bek çyk ýardamçy bolaýdygan bir tor bet maňa. Bunu Google'dan House of Quran dep kirgisaňlar çykdy. Gaýtatdan kirip öýdüp goýasizlarga. Google'ga kirdiňlarmy? Google'ga besip House of Quran deýsizler. House of Quran dep many bassizlar. Samana House of Quran'ın torbeti çıkdı. houseofquran.com House of Quran. Anadaki mede Star Reciter Teacher program. Teacher degen okutucu demek, okutuculuk programı. Teacher programını açsızlar. Anadaki ma köznekten meýerden qari tanlaýsızlar. Meýerden çu mesela tercümesi kömekçi olsan, tercüme tefsirisini kömekçi olsan meýerden tanlaýsızlar. Mesela Uygurça kösek meýerden Uygurça mı? Türkçe kösek meýerden müşne tanlaýsızlar, tilini tanlaýsızlar. Mesela bunu çok nim kılışmasan, kopyalagylan boldy garaň. Men biz tanlap ekiplar, qısaňlar kopyala dep halagança halagan ýerge bunu köçügül boldy. Arapçysynda şunda. Kopyalap ekiplar maşgaga ýapyşdyrygyl boldy. Meýerden qary tanlaýsızlar, meýerden terjimesini tanlaýsızlar, meýerden sanyny tanlaýsızlar. Verse degen ayet, selection degen tanlagan ýeriňler degen gep. Meselem, Fatiha suresiň 1-7 tanlapdyňyz, meselem Baqaranyňki 1-nji ayetden 20-nji ayetgacha dep ýazaýly. 20-nji ayetni tanlagan bolsak, men selection degen 20 ayetden ýüzü şu. Andan keyin meni birinjisi meselenge word by word degen tanlasaňlar garaňlar. Bununda muş faqat muşunundylar meselenge her bir sözni okup berdi. Söz meselenge verse wordni tanlap bununda meselenge 3 qetim okup beren her bir sözni tanlaýar. Ýen Qur'any öňündäki adamlar üçin bek ýaxşy meselen garaňlar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaramana. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevmi. Elhamdu. Lillahi. Ustad avaz yok. Lillahi. Avaz ýokma? Lillahi. Müşäden garaňsam word by wordny bassaňlar her bir sözni aşında ayrım okup öýtüp goýdy. Andaki meýerde teacher dep birisi el minşawri teacher dep manyňsaňlar ägişip goýdy meselenge. Ustaz goýdy, keýinden kiçik baldan birisi goýdy. Sizler kiçik baldan orunda sizler taň okusaňlar okumak näet asan. Bu nimen ögünüp alanlar işletişini House of Quran işletiş ögünüp alan ballar. Sizler üçin jyk faydasy boldy inşallah. Yani bunundaki muş House of Quran'ın izleyenler Kur'an izleyenler YouTube kırmayanlar ballar. YouTube'dan köp bile bulmaydıgan video alaka elanlarını kirip kalısılar. O biz için fakat yaxşı emas. Muşun kirip Kur'an'ı müşahidini alalım. Yani qaysı qariyni tanışığımız hemisi bak qarilerine qaran. Hatta Ayman Suayt'ın Ayman Suayt'ın biz bek yaxşı görümüz go. Ne aytdım? Ölçemlik okuydu. Ayman Suayt mi bak? Ayman.
Ana, Eymen Suveyd. Eymen Suveyd deyicə. Şundan bugün təsirim şeyci bolsun ballar. Düşəndіңlarmı ballar niməni? O pil vəqqəsini. Qaysanlı sözləp baxsa, bir son sözü bitin lan, ondan keyin təsirim şeydi.